Shu Abdulboriy degan ukamiz Alloh rozi bo'lsin, xalqqa murojaat qilib shunaqa savol bergandilar. Tasavvur qiling, bir yetim bola ochlikdan o'layotgan bo'lsa, shu bolaga ehson qilarmidingiz deb xalqqa savol berdi. Hamma ehson qilardi deb shu joyning o'zida telefoniga kirib 5 ming so'mdan 10 ming so'mdan ehson qilishdi. Shuni bir qaysidir bloger bir PR qilib, shuni orqasidan bir mashhurlik prosmotrlar olaman deb shuni ham mavzu qilib olib chiqdi-da, O'zbekistonda ochlikdan o'layotgan bola yo'q, qani menga bitta bo'lsa ham topib beringlar deb o'zicha aqllilik qildi. Ana shunaqangi bolalarga aytaman-ki, "Voy, sen lampochkani ichiga qo'ling tiqma, lampochkani yorug'likdan bahra olgan, nima demoqchiligimizni tushungan, aqlli." O'zicha aqllilar ko'pda, bizni ishimizdan kir qidiradiganlar mana. Yarim yil oldingi fursatda aytayapti qizlarim, bir to'yib ovqat yegan fursatni. Albatta o'lish shartmi? O'lib berish kerakmi? Sevar esinglarda yo'qmi o'lgani? Ko'rsatuvdi, esinglarda ham 25+ da Jizzaxlik qizalog'imiz. Odamlar yordam bermaganini o'luvdi. Albatta shu o'lganlarni shu o'ligi bilan olib chiqib ko'rsatishimiz kerakmi? O'zingizlardan aqllini yasamanglar va blogerlar. Hazillashmanglar Alloh bilan. Biz insonlarning taqdiri haqida gapiryapmiz. Bizga PR mashhurlik kerak emas. Ko'rib bo'lganmiz paytda hammasini. Davlat siyosati darajasida qaralyapti bu narsaga. Nima uchun muhim bu? Shu orqali faqatgina mehr oqibat orqali chiqib ketamiz bu chuqurlikdan. Tushunyapsizmi? Davlat har qancha harakat qilsa, odamlar noinsof bo'lsa, u ulgurib bo'lmaydi u narsani, yetkazib bo'lmaydi, oxiriga yetib bo'lmaydi muammolar. Insonlarning o'zi uyg'onishi kerak. Allohga qaytish kerak. Insof, diyonat bilan bir-biriga yordam qo'lini cho'zish kerak. Qancha chaqirdik shu blogerlarni? 4 oydan shu vaqt davomida chaqirdik san'atkorlar, blogerlar, mashhurlar, sportchilarni. Bitta sanoqli odamlar keldi. Qolgan hammasi shu mashhurlik bilan, dunyo bilan ovora. Yaxshilik qilish niyatingiz bor ekan, agar haqiqatan ixlos bilan shu narsa rost bo'lganda kelmasmidingiz oldimizga? Bir tizim qilib, haqiqatan bir qoladigan bir katta darajada ish qilyapmiz. Kelinglar yonimizga birlashinglar davomimizda. Narxlarni oshirganinglar oshirgan. Yana aqllilik qilasiz biz haqimizda. Ketyapsizlarmi shu yo'ldan? Bo'ldi. Mamtilang ishi aralashmaydi. Ketiringlar. Agar shu yo'l to'g'ri deb bo'layotganimiz ketiringlar, lekin mamtga osilmanglar. Hazillashmanglar. Biz indamay qo'yganimiz bilan Alloh ko'rib turibdi. Alloh kifoya qilsin deymiz, bo'ldi. Nechtasini ko'rdik, xonavayron bo'lib ketdi, yo'q ketdi. Hazillashmanglar bunaqa narsalar bilan, insonlarning taqdiri bilan. Juda og'irda bunaqa mavzularda gapirish. Juda og'ir. Chunki haqiqat odamlarga yoqmaydi. Odamlarga faqatgina shirin maqtovlar bo'lsa, shirin yolg'onlar bo'lsa, shunga aldanib yashaganlar keladi. Hammasi zo'r, siz yaxshisiz, siz zo'rsiz, siz farishtasiz, siz begunohsiz, hamma qilayotgan ishingiz to'g'ri. Sizni yaxshi ko'raman, voy, mashalloh. Yo'q. Misol uchun men kimdir haqiqatda agar yuzimga aytsa, men xursand bo'laman. Men yomon insonman. Ishoning, men yomon insonman. Men o'zimga shunaqa baho beraman. Qancha gunohlarimiz bor, qancha isrofgarchiliklarga yo'l qo'ydik, qancha noinsofliklarga yo'l qo'ydik, qancha nohaqliklarga ko'z yumdik, qancha joyda gapirmadik, indamay ketdik, ko'zimizni yumdik, quloqimizni kar qildik. Nima deb javob beramiz? Agar siz o'zingiz men yaxshi insonman deyotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Agar siz yaxshi inson bo'lganingizda bunaqa bo'lmasdi hozir hayotimiz. Bizni millionlab insonlar ko'radi, millionlab insonlar ko'radi. Lekin shu nuqtai nazardan, ehson nuqtai nazaridan ko'ramizki, o'shalar orasidan bir 100% ehson qilayotganini ko'ramiz. Faqatgina shu kommentariyalarda Alloh rozi bo'lsin sizlardan, sizlar yaxshi ish qilyapsizlar. Xo'p, yaxshi ish qilayotgan bo'lsa, qo'shiling safimizga. Ehson qilishni boshlang, yaxshilik qilishni boshlang. Bu ish katta bo'lishi kerak. Bu hammamiz ishimiz, bu vazifamiz. Allohning oldida farzimiz bu, burchimiz bu, insoniylik vazifamiz bu. Bu ishda to'xtab qolmasligi kerak. Tushunyapsizmi? Katta bo'lish kerak. Biz bo'lsak, bo'lmasak katta bir tizim to oxiratga qadar davom etadigan, to'xtamaydigan bir sadaqa joriya bo'lishi kerak bu. O'z beni faxri bo'lishi kerak bu. Yurtni oyoqqa turg'izadigan, millatni uyg'otadigan bir chiroyli bir saxovat namunasi bo'lishi kerak. Dunyo kerak bo'lsa, ibrat olsin bundan. Mana shunaqa niyatimiz bor bizning. Yurtboshimizdan Alloh rozi bo'lsin, muftiy hazratlaridan Alloh rozi bo'lsin. Shu ishlarni tushunib yetib bizga hamma imkoniyat eshiklarini ochib berdilar. Biz ularning haqqiga duo qilamiz. Chunki bu zotan bizni burchimiz. Alloh boshimizga odil podshohni berdi. Uni haqqiga duo qilish xalqning vazifasi. Biz duo qilamiz u kishini. Lekin endi qolgan gap xalqning o'zida ham qoldi, bizda qoldi azizlar.
Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Gaplarimni agarki to'g'ri qabul qilgan bo'lsangiz. Ehson qilinglar, Xudo xolisa boyib ketsa ehson qilamiz. Xudo xolisa biz ham qilish niyatlarimiz bor deychadi-da. Juda ko'pchilikdan eshitaman shu gapni. O'shaning uchun aytdimki 5000 so'm degan loyiha boshlaymiz. 5000 so'm ixtiyoriy odamga mumkin bo'lgan imkoniyat. Hattoki bulardan ham men so'rasam Alloh roziligi uchun 5000 so'm bemalol ehson qiladilar. Tushunyapsizmi? 5000 so'm. 5000 so'm bilan dunyolarni obod qilsa bo'ladi. Ishonasiz? Men ishonaman. Odam